Yo, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Madlen va bugun sherigimiz Banana. Yo, Madlen emas. Bugun sizlar bilan Madlen Prime chunki bilmaganlar uchun Madlenning eski katta YouTube kanali banogan, yopilib ketmagan kanal, prosta banogan, bir haftacha video qo'yib yo'qolmaydi. Shu sabab yangi kanal ochdi. Tak что videolar, streamlar hammasi Madlenning mana shu Madlen Prime degan kanalda bo'ladi. Shuning uchun videolarni ko'rish uchun, streamlarni ko'rish uchun shu Madlenning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, meni ham kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Endi Madlenning kanali yangi, shu sabab ko'pchilik obunachilar, meni obunachilarim Madlenning eski obunachilar ko'radi. Shu sabab yangi kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun biz Madlen bilan shu ko'pchiliklarga yoqqan Open Pack Battle'ni qilamiz, chunki juda ko'p paklar, narsalar kelibdi. Bir Open Pack Battle qilsak. Sizlarga ozgina mashinachasini tushuntirib ketaman videoda o'zida. YouTube'imda strike degan narsa bo'ladi. YouTuberlar tushunadi. Kanalimga bitta strike keldi. Men u narsani udaltib turib, pastga qilmasdan yana u videoni qayta yukladim. Kelgan 2 haftaga menga YouTube'ga video qo'yishimni ham pastga hamma narsani bloklab qo'ydi. Endi kanalim ochilgan taqdirda ham yana bir marta anaqa strike keladigan bo'lsa, taktiv bilan yo'qib ketadi. Shuning uchun prosta ko'ngilni uzgan holatda Banana aytdi, "Davay yangi kanal oching" dedi. Shuning uchun sizlarda podдержкаlar men uchun o'ta muhim. Endi hammasi Allohdan. Yaxshiligi bor. Shuning uchun mahna bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolisa qo'llab-quvvatlaversanglar, bu kanalda ham bemalol kontentlarni ko'paytirib yurgizamiz. Endi Madlen yo'qolib ketmagan, shu kanalda bo'ladi hamma kontentlar. Bugun oddiy Open Pack Battle qilmaymiz. Open Pack Battle qilib o'zimizga sostav to'plashimiz kerak bo'ladi. O'sha to'plagan sostavimizda keyingi videoda birga bir o'ynaymiz. Yutqizgan odam polni sostavini udalib qo'yadi obunachisiga akkaunt sovg'a beradi. Madlenning kanalida. YouTube'ga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa, bilaman sizlarga. Mana shu video chiqishiga hozir bitta Telegramimga tashladim, o'sha YouTube kanalim pastda 2000 taga yaqinlashib qoldi. Bu video chiqsa bilaman, bizni podдержка qiladigan o'zbeklar prosta tag bosib ham 10 000 tadan o'tkazib yuboradi. Men sizlarga prosta ishonaman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz deganlar. Bo'lmasa sekin to'g'ramiz. Totem birinchi mana bitta draft ochildi, mana bunaqa yangi kelibdi-yu, mana taylandliklar. Taylandlik jigarlari? Mana. Qani aylantirib ko'raylikchi. Siz inglizcha qilmayapsizda, bo'pti mayli. Ekranim qatib qoldi men. To'xtang, kirib chiqib ko'rayman. Demak, birinchi mana uni aylantirsak, yangi hech kim tanimaydigan o'yinchilar kelibdi. Lekin 117 lar bor ekanda, shu sabab bitta aylantirib qo'yamiz. Tekin ekan, tekin narsani aylantirib qo'yish kerak. Mana qaranglar, sirazi hozir kimligini bilmayman, xolos o'sha 117 tushish kerak. Tekin bersa temir yuddi-va. 112. Ikkalamizga bir xil o'yin. Bitta. Bir xil. Eng qizig'i 25 FC point aylantirar ekan. Qani nechtaga aylantirsa bo'ladi? Arzon ekan bu. Aylantirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, donat servisdan donat qilib aylantirsanglar bo'ladi. Ketdik daimon paklarni ochaylik endi. Tak. Endi davay paklarni ochsak. Любое bosoning, любое. Men 3 ta bor ekan, 3 ta ochib qo'yaman. Davay, 3 tani. Qani qiziqishga vo, qaranglar. Ekvador, bo'lmas ekan. Natay normalniy. Men 60 yur ketdi o'ylabman. Pacho, ne, normalniy tak Pacho. Yana bitta. Nimaga workout ham bermayapti menga? Inak yo'q deb berdi. Bo'la. Qani hammasidan bitta ochsa, bu yerda Sonkrat, to'xtanglar, aytishdan chiqibdi. Qanaqa edi? 116 o'yinchiga 1 ball, 117 o'yinchiga 2 ball, Abduqodir Husanovga 3 ball. Chunki Husanov tushishi yomon qiyin. Abduqodirni ushlagan odam o'sha bo'ldi-da, bilasizlarmi? Yutadi Abduqodir Husanovni. Takishda mana undan ko'proq ochgan yaxshi. Mana hammasidan bitta ochib chiqadi, keyin birontasidan bosaman. Qani. Jinga ochdingizmi? Men ham jinga ochdim. Vakat bo'lmayapti-yu bu. O'zlaridan ketib qolibdi-yu. Davay vakat bo'lincha. Ishoning, yomon shu olib ketyapti. Meni haligina qanday ko'rinyapti, o'ta. Sekinroq ochmasangiz yomon haligina shu olib ketyapti. Tez harakatlanyapsiz siz. Shu
Tak. Mana nimani olmagansiz? Nima? Internetingiz normalmi sizni? Ha, meni internet zo'r. Tok. Qani, Yana yana ochsak. Jinga. U yurib ketdi menda. Ne bu? Kim bu? Braziliya? SB. Kim bu? Nogiron. Carlos. Roberto Carlos. Dal sochyapsizmi shuni? Ha? Bu tushmadi. Ha, valkat bo'yicha ochib qo'yay. Valkat bo'yicha valkat. Yana bitta berdi menga. Valkat. Yana bir Ey, valkat. Ya, yana. Yemu valkat bo'lmayapti. Qanaqadir Yana o'sha bola. Mandani berdi. Ne boshqasi ekan. Nurullo. O 115. Murodullo. 115 ga bali yo'q-a? Manu valkat bo'lmayapti menda umuman. Yo'q. Valkat bo'lmayapti manu. Manu voy, mana qaranglar. Oxirgisida bo'lar ekan. O, oxirgisi bu yana yurib ketdi menda. Voy, nima bu? Qanaqa menda bu? Argentina, Mojika. CB, Manchester United, kim bu? Men ham dalshi mashina ochib. Martinez. O, yana yurib ketdi menda. Yomon ko'p yurib ketyapti. Yana Braziliya. Striker. Sizda tinmay yuryapti. Bo'pti, qani meni ochay men. Abduqodir Husanov kerak. Bu Tuti, boshqa o'yinchilar, boshqa paklar yuryapti, futbolga. Qani, mana dekana. Qani bitta bosdim men. Valkat bo'yicha ochaman, keyin 10 ta bosamiz. 10 ta chat. Men ham valkat. Menda valkat bo'lmayapti. Bu safar chota siz yutasizmi deyman. Bo'lish mumkin, lekin bitta narsa bor. Valkat. Meni ko'zim bilan bular ko'rayotgan bo'lsa, yomon nima qilyapti? RV Red Bull. Fanta demadingizda. Diomande. Esicho jigarlar. Kimlar tushyapti bayda? Kimlar tushganinglarni yozib ketinglar. Bo'pti, valkat bo'yicha Chempionlar Ligasi, keyin sirazi 10 ta ochamiz. Valkat. Holland. Yo'q, Esota. Kim bu? Atletico Sorlos ekan, ha. Sorlosmi da. Sani tushab ketaman men hozir. 3 Atak yomon. Bo'pti, 10 ta mana ketdik. Biz sostav tuzishimiz kerak muhimi, to'liq sostav o'yinchilar kerak. Chempionlar Ligasidan oxirgisi mana. Xo'sh. Yana bo'ldi, qaytib ochayman shu Chempionlar Ligasini. Yana Sorlos tushdi. Вообще tushmayapti, boru, даже hech kim tushmayapti. Mana qaranglar, voy, shuncha musorlar. Chempionlar Men jinga ochaman, shu jinga narimanliroqmi. Ha? Jinga? Mani ochay, mani bratchkalar ochay, bratchka deyman. Nechta qoldi? Samosoydingiz. Tak. Sizda nechta qoldi? Menda 134 mingta. Sizniki ekraningiz menga shu hali ketib qolgan, ko'rinmay qolyapti. 110 mingta menda. Mana bitta 10 talik mana. 100 mingtaga tushaman men. Yo'q, Husanibni pakani ochsam ekan. Husanibmi? Xohlaganingiz. Atay Husanov tushib qolsa normal bo'ladi. Atay men valkatdan bo'lmayapti даже. Men qaranglar, faqatgina 10 talikda valkat bo'lyapti, atak valkat yo'q. Ketdi mana. Qani men musor qilaylik-da biz tarkibda. Belingem borgan. Germaniya golkiper. Belgiya golkiper. Kurtva emas bu. Ammo musor qilaylik-da, qaranglar sostavda. Wow. Belgiyani Germaniya deyapman. Wow. Shu yerda o'zidan ketib qolibdi bular. Mana ularga qo'yib tashlasak, mana ularda. Mana bunday. Ne o'zi musor sostav, endi yana ham musor qilishimiz kerak. Mana FC otasiga FC o'rgatyapti mana. Sizcha bananani aytyapman jigarlar, o'zim emas. Bo'ldi. Endi ana endi Madlen geni. mana undan valkat bo'gincha ochamiz. Keyin Chempionlar Ligasini ochamiz. Valkat yo'q-da, men qaranglar, mana 3 ta qoldi, valkat bo'lmaydi. Shu bitta qolganda oxirida valkat bo'ladi, bitta qaydagi musorni beradi. 113. Sanib olaman 100 talik. Mana ko'rdinglar?
Ko'rdinglar, chista skam. Buriram. Buriram. Faqat 115 lar tushyapti. 115 ga ham bal yo'q deylik. Ya, unaqada. Hech bo'lmasa 116. Fransiya, Sim, Mbappe, mana ko'rdinglarmi, voy? Skamer olib ketgan FIFA bor-ku. Bunaqa voy, skamer olib ketgan, chista skamer. Qabul mana Chempionlar Ligasini ochib qo'yay. Noumidlikdan. Menimcha normal sostav tuzolmaymiz. Shu menimcha ikkalamiz ham 116 o'yinchi bo'lsa kerak sostavimizda. Husanobni olaman. Najib 116 ham bo'lmasa kerak. Voy! Bajigalada. Abduqodir. Chubalmadi endi. Husanov. Vo, sheyman dedim-u, sheyman dedim-u. Abduqodir. Mon qaranglar mana nima bu? Ey bu. Mana nima aytdi? Sorls beradi 100% bitta. Akami jonni Ne, sog' Sorls emas u, musorni berdi baribir. screenshot qilib qo'yamiz. Endi Ispaniya, Elma, Atletico, kim edi? Baena. Yo'q, kimlar tushyapti? Ey, mana bu o'yinchilarda nima keragi bor? Husanovni full qilaman men. Abubakir siz bilan o'ynayotganda Husanovni qiynaymiz. Hujumga tushirib olaman Husanovni. O, walkout va nihoyat. Serbiya, CB Vidik! O, bekor aytibman bor, Husanov ko'chib ol deb. Yutib ketardik mana, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglar mana, bekor aytibman. 2 ball, 3-2 mi? 3-2. Voy, bekor aytibman atak. Vidik. Bo'ldi, himoyamiz zo'r. Lekin Kurtva kerak, eng qizig'i kimga Kurtva tushib qolsa, o'shaniki full bo'ladi. Nimasi? Jinga ham bosib ko'raychi qani. Bizga Kurtva kerak ikkalamizga ham. U workout erdi bittada. Hop. Lama. Jinga. O, menda ham walkout. Olimpik Marcel. Argentina, Igor Sata. Parxo degan o'yinchi berdi. Kim bu? Yaxshi. Igor Pagan normalniy. Kimlar tushyapti? Bu Jigarlardan ham bitta ochaylikchi. ne, atak Vidik bor-u, lekin degan joyi ham bor-da. Bizga golkiper kerak. Golkiper tushdi sizga? Mamardashvili tushdi-da. Ha, normalniy o'ynaydi bratan. O yurib ketdi. Adashan. Yo'q, yaxshi o'yinchi emas. Striker. RB. O, RB o'yinchi tushdi. Normalniy RB o'yinchi kerak bo'ladi. White oq bola. Ko'ngli oq. Qaysini olsa ekan, mana Future Stars'dan ne bizga kiper kerak-da. Atak mana Estebanlar chiqsa vaqtida. Vidic, da, hujum 5-2. O, sotiladigan. Sotiladigan video. Sotib turib full sostav qilsiz bo'ladi. Ko'ring, narx qancha ekan. Sotsiz bo'ladi, asosan, sira sotsiz bo'ladi. Ko'ring-da siz. Narxini ko'ring, narxini. Soting full sostavsiz bo'ladi. Wow, double. Argentina yana, Argentina, yo'qotinglar shu bolani. Voh, Abubakir qarang. Bu olaman deganlar ashincha ekan. Shunchasi Sotaveraymi? Kuchaytirib soting agar qimmat bo'lsa. Kuchaytirganlari jamunchalik bo'lmasa kerak. Farq qilsa. Qani Husanov. 5 milliarddan nima qilingan ekanda? Shu paktni ochayman mana, to'lka shu pakti. Husanov. Sotsammikin, sotmasammikin? Xohlaganingiz, Da, mana unga bitta Abduqodir Husanov. Husanov. Biz Husanovni ham ushadik, Vidisni ham ushadik. Davay, Vidis sotil. Menga yana bitta tushgan ekan, sotiladigan. Husanov emasmi bu? Ha, bu Berbatov degan ekan. Husanov qimmat, o'ta qimmat. Husanov iltimos. Bu yerda iltimos, O'zbekiston. Tailandliklar. LB. Tailand. 115 desam 115. Yo, mana bolani, bu menimcha dadasi ham bilmaydi bu bola futbolchiligini. O yurib ketdi mendan. O'sha banu. Dasidiyam Bayan Pavlovich.
Biz kim ushlasak bo'ladi? Давайте jinga. Qaysini ochsam ekan, qaysini ochsam ekan. Jinga qandaydir Hujumchilar в общем malni qilib beryapti anu. Hujumchi Ha, bor. hujumchilar bor edi. Men hozir 4,5 milliardga Atak market to'g'ri. qilaman, bilasizmi? Kimlar tushyapti bular, ey. Cheatlik qildi Madlen. Yo, chitmas. Cheater ishlatdi. Sotiladigan ham tushib qoladimi? Hozir O'shada. startapdaman, men sizni точно yutaman. Yo, man qaranglar, ey, walkout ham bo'lmayapti-da jingada. Bitta endi video oldik, to'g'ri, lekin bizga Rodrigo tushib qolsin, любой sostavingizni yorib ketadi. Shu Rodrigo, men ham mana shu Rodrigo tushsin deb ochyapman. Ikkita qoldi. Давайте Rodrigo. Men bo'ldi, mana ko'ngil qolmadi. Voy, man qaranglar, ey. Voy, man qaranglar, ey. Kim bu? Chili. Striker. Jigar kim bu? Sanchez. Men qaranglar, ey, oxirida bo'lyapti walkout. Kim tushdi aytaymi mana? 114 tushdi. Braziliya, Ervichiq, ST, Igor Paxa, Igor Thiago ekan Paxa emas. Tak. Bunaqa bilan bo'lmaydi endi, ey, nima bu ahvol, ey. Abduqodir. Ey. Kusano. Voy. Nurullo. Mana nomard, FIFA nomard, ha. Ko'rib turibsizlar, Chempionlar Ligasi. Yo'q, ey. W'da. Chempionlar Ligasini ochsam ekan, nima ochish ekan? Chempionlar Ligasida kim bor bu yerda? Bel bor ekan, u. Qani oxirgi umidgacha. Umidimiz qolmagunicha. Iltimos, Kurtoa tush. Angliya. Come easy. Bunga 1 ballmi? Easy bir bal da. Bir bal. Easy. Ne atak open pack normalniy Vidik bilan easy bitta 117 bilan bitta 116. Faqat tushunyapsizlarmi? Abduqodir Husanov yo'q-da. Ya'ni Abduqodir Husanov pakini ochmadim, o'sha sabab yo'q-da. Mana 4 milliard 300. buni ochaman. Husanov tushadi, ishoninglar. O'sha Madlenda shans qolmaydi, Husanov tushsin-da. Shans qolmaydi Madlenda. Siz o'yinchilarni tiqvardingmi o'zi? Yo'q, tiqib bermadim, qayerga tiqib beraman? Tak. Xo'sh, qaysini ochsa ekan, bunimi? 1,5 milliard pulimiz yetmaydi. Buni ochamiz. Argentina, ST, Atletico, Alvarez, STga bor edi o'yinchi. Tak. Semaga, Schweinsteiger. Barella. To'lka shundan ochamiz. To'lka Chempionlar Ligasini paki, To'lka Chempionlar Ligasi. Elba tush ani taylandlik odam yoqmayapti. Germaniya o'yinchilar tiqvaradi. Sidem Pavlovich. Yana bitta otsam, yana bitta Bruzoniya tushib qolsa, ha? Kurtua. Ha, yaxshi bo'ladi unda. Kurtoa tushib qolsa yomon bo'ladi-da. Shuning uchun Kurtoa tushmagani yaxshi. Gameplay mana o'chirsak. Qancha yurib ketdi? Yomon ko'p yurib ketdim. Kim bu? Anu. Hozir men mani challenge'imni bajarib olay, normal narsa beradi. O'limgacha kurashamiz. Aytyapman-ku. O'limgacha. Normal yurib ketdi, ishoning. Sorlot. Ikkitaga kim otsam ekan? Давайте, mana uni ochib jengami. Что-то yurayim, nachaga chorlayapti. Yurdim. Da, bitta yurdi. Braziliya. Rodrigo chiqsa. Yo'q.
Fred degan O, yuribdi. Fred. Fredmi? O, menga mana yana 6000 ta jemsan ham berdi. Mana shu yerga ham ochaman hozir. Давайте Rodrigo bitta tushirsin. 6000 ta James. Ko'ryapsizlar-a, Madlen cheater. Yo'q, O'tgan Open Pay Battle'da men cheater bo'lgandim. Roberto Carloslar chiqib qoldi. Qani? Bitta bering jigar, пожалуйста, Rodrigo'ni bering, пожалуйста mana. Braziliya yurib ketdi. Xo'p, Braziliya. Voy gap yo'q, Thiago. Striker, no, nimaga jigaram? Unaqa qilmashingiz kerak edi. Igor Thiago degan igro tushibdi. Mayli. To'p ketib qolasiz. Ay. Yutib ketib qolamiz, yutib ketib qolamiz. Tushsa, Ha, tushsa-da o'sha. Ani qaydagi musullar tushadi, Husanov tushmaydi. Bilyapman, ko'nglim sezyapti. Voy. men ham aytdim hozir o'yinchilarni olib, o'yinchilarimga trenka beraman. Bu atak yaxshi o'ynaydigan sostav tuzildi, balki nima deb o'ylaysiz? Вообще qattiq o'ynaydigan sostav tuzdingiz. Yaxshi ham gapmi? Qani mana bu yerdan bizga kim tushadi? Arauxoni olamiz. Yovonmi rasm, mon qaranglar. Uruguay. CB. Rasmni qarang, rasm. Voy, o'zgartirib qo'yibdi. Aligar nimadagi tushgan rasmini ko'rmadingiz? O'zgartirib qo'yishibdi ifloslar. Yo'q, ko'rmay qolibman-da men. 3-4 rasmda tushgandi. Buni videoda Ana endi. Men o'zim ham montaj payti bir ko'raman. Ana endi. Madlen siz duo qilib turing, Husanov tushmasin deb. Qani mana yutib ketishimizga oxirgi shansimiz, chunki bir ball orqadamiz, bitta ochkomi, shunaqa qilishimiz ham 2 ochkomi, 1 ochkomi orqadamiz. Hozir Husanov tushsa, 1 ochko oldinga o'tib ketib qolamiz. Abrakadabra, shvabra. Qani? Пожалуйста. Qani. Barilari. Jiji. Boshqa yoqda o'ynaylar, kelinglar. Ma'nun olaylik. Qanaqa ekan? O, normalniy ekan, adashmasam shu bola. Madlen kanal o'chib ketgan, siqilmasin deb turib berdi menga. Chomasa, Mana qayda o'ynar yana bu? Payback Battle'da xursand bo'lsin deb. Mana. Xo'p jigarlar, akkauntimiz Open Pack'dan keyingi holati shu joyga keldi. Abubakir bilmagan 2 soatdan beri akkauntini to'ladi. Bu joylarni kesaramiz. Sizlar просто tak Ko'rganinglardek. Ko'rasizlar-da. Omad lekin menga ko'proq tushdi, chunki SD bilan Vidik tushdi, lekin Madlenga sotiladigan o'yinchi bilan Husanov tushib qoldi. Keyin Vidik sotdi-da, mana ko'rib turganinglardek full account qildi. Roberto Carlos, Maicon, Husanov, Vini, Rafinha. Shu Vinini o'zi yetadi-da, tushunyapsizlarmi? Gol urib ketgani. Siz Bizda Vidic bor, Easy bor, ikkovi ishonamiz. Dono bor, eski kartasi ancha yaxshi turadi bu. Xullas, короче, eplaymiz-da. siz aytmashingiz kerak edi-da Husanovga haligindaqa ball, 3 ball deb. Endi Husanov ball bo'ladi-da. Dajigalar, menimcha Open Pack jinni chiqdi degan holatdamiz. O'ta bomba chiqdi. Xudo xolasa montajini qilsak, endi qo'yaveramiz. Yana bir marta eslatib o'taman jigarlar, bu yangi kanal, karyera yana yangitdan boshlanyapti. Eski videolar hammasi eski kanalda qolib ketdi. Просто qo'llab-quvvatlab degan umiddaman. Xudo xolasa hozir mana shu videoda necha mingta like kelsin? 2000 ta yetami? 3000 ta yetadi yangi kanalga. Yo'q, 3000 ta like kelsa birga bir videosi chiqadimi mana shu kanalda? 3000 ta like bo'lsa, mana shu birga bir video chiqadi, kim yutuqsa akkauntni o'chirib yuboradi. Menimcha men yutuqsam kerak, chunki mana bunday sostav bilan agar endi Madlen yutib qo'ysam, shuncha sotib pul to'plab yiqqan sostavini o'chirib yuboradi. Husanov bilan qo'shib iloji yo'q-da boshqa. Agar kimdir akkauntini udalib qo'yarsa,
dal to'magan akkauntni sizlarga podarka qilib beramiz ekanlar. Yesicho Kerak bo'lsa. keyingi videolarda, keyingi streamlarda ko'rishguncha xayr, Tamam, sizlar sog' bilan bo'ling. har doimgidek o'sha Madlen va Banana bo'lib ekanlar. Hammalarga yaxshi. Давай. Ciao.